Kontekst reklama nima? Qidiruv tizimlari Google, Yandexga kirib, bu narsa qidirganingizda, misol uchun dezinfeksiya в Toshkent, buxgalteriya kurslari, evakuator в Toshkent, aviakassa, pilisos, monitor, gitara. Shu narsalarni qidirganingizda, qidiruv tizimida tepada chiqib keladigan reklama bu kontekst reklama. Misol uchun, sizni gilam yuvadigan sexingiz bor, gilam yuvish xizmatini ko'rsatasiz va kontekst reklama yoqib qo'yilgan. Hozirgi kunda gilam yuvdirmoqchi bo'lgan odam gilamini pastga mahallaga olib tushib, shvabra pelalarda gilam yuvmaydi. U paytlar o'tib ketgan. Hozir telefonini olib Google ga kiradi va Sirka Kovrov Toshkent yoki gilam yuvish xizmati deb poisk beradi. Shunda sizning reklamangiz tepada chiqib keladi va o'sha reklama orqali siz bilan bog'lanadi. Kontekst reklamani eng afzal tarafi, siz reklamangizni sizni xizmatingizni yoki sizni mahsulotingizni qidirib yurgan odamga ko'rsatasiz. U sizni xizmatingizni olishga tayyor bo'lgan issiq klient. U o'zi sizni qidirib kelyapti. Uni gilam yuvdirishga ugovorit qilishingiz ham shart emas. Unga shu uslugani sot bersangiz bo'ldi. Siz reklamangizni sizni xizmatingizni olishga tayyor bo'lgan, olish niyati bor odamga ko'rsatganingiz hisobiga kontekstni reklamada boshqa reklama turlariga nisbatan sotuv konversiyasi ancha baland bo'ladi. Xullas, agar siz sotuvni oshirmoqchi bo'lsangiz, unda kontekstni reklama eng to'g'ri variantlardan bittasi bo'ladi.